Afsuski 90% turist bir xil xato qiladi. Bugun siz bilan yo'l qo'yiladigan 5 ta eng muhim xato bo'yicha gaplashamiz. Birinchisi, eng arzon tur sotib olishga harakat qilasiz. Minuslari: plyajdan uzoq bo'lgan mehmonxonalar, transferning mavjud emasligi, ayrim mehmonxona xonalarining oynalarini mavjud emasligi. Ikkinchi xato, eng so'nggi daqiqalarda turni bron qilasiz. Narxi baland, joylar soni oz. Tanlov esa juda yomon. Uchinchi xato, tur narxiga nimalar kirishini bilmaslik. Minuslari: bagajsiz aviabiletlar, transfer, nonushta va sug'urtalarning yo'qligi. Mehmonxonangiz qaysi hududda joylashganidan bexabarsiz. Masalan, Sharmda shamoliy hududlar, Istanbulda Yevropa yoki Osiyo, Phuketda bo'lsa shovqinli ko'chalar. Shular buni 5-chi eng muhim xato, turni professional tur agentlarsiz bron qilishingiz. Bu bosh soch bekorga tark etmagan. Oyning etagidan to'sib bo'lmadi. Shular buni.